Hammaga salom. Bugun sizlar bilan fiksator bilan qosh ko'tarishdagi xatolarni to'g'rilaymiz. Ko'pgina ayol qizlarimiz meykap qilganda, ayniqsa fiksator ishlatganda juda katta xatolarga yo'l qo'yishadi. Men ham shu xatoni qilardim. Bo'yanib bo'lganimdan keyin oxiri bo'lib qoshimni ko'tarardim. Ikkiga kun bo'yi menda qoshim turib bermasdi, oqarib xunuk bo'lib qolardi. Hozir yuzimga faqat baza surganman, даже ugrilarimgacha ko'rinib turibdi. Men har doim fiksator ishlatishdan oldin vatning diskga ozgina mitsilani vadaga botirib olaman. Hozir men Pusini fiksatorini ishlatyapman. Keyin shuni shotkasini mitsilani vadada artib olaman. Keyin birinchi bo'lib pastga tarayman, har xil qilib. Pastga tarab oldim. Ilk fonni kamerasida ozgina qiyinroq ekan. Keyin xohlagan shakllarni bersanglar bo'ladi. Men bo'lsa ozgina bundoq qilib shakl berib yuboraman. Keyin mana shu qopqog'ida bundoq qilib qoshi siyrakroq ayol qizlar bo'ladigan bo'lsa, qalam bilan mana bu yetmagan tollarni to'ldirib chiqsa bo'ladi. Go'zallik o'zimizdan boshlanadi. Meni endi ko'rayotgan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar.